Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi video roligimizda Urganch shahrimizning Qoq markazida 3-qavatda 4 xonali kvartira bilan tanishib o'tamiz azizlar. Zo'r masjidda joylashgan, yana ko'rib turganingizdek, bu yerda park, Amir Temur istirohat bog'i, bu yerda yangi gospital. Obunachilar, bu yoqda avvalgi Go'zal Ota masjidi azizlar. Bu yoqda Hamkorbank, bundan doğru getirsa Olimpiya stadioniga ketadigan yo'limiz, bu tarafimizda Dehqon bozor. Dehqon bozordan 5 metrlik yo'l. Bu tarafimizda esa Mirjaxon magazin azizlar. Zo'r masjidda joylashgan, yo'l ham yaqin, ishi yo'ldan girib boriladi. Ham 3-etajda 4 xonali, havo joydan kam yeri yo'q, 80 kvadrat metrlar. Hurmatli yo'l ham yaqin yerda joylashgan. Narx ham zo'r narxda. Videomizning boshida yozib qolganman. Bemalol kelib, ustunda mulk egasi bilan savdolashib olishingiz mumkin azizlar. Qani ketsa birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. Qadrdon vatandoshlar, 3-qavatga yetib keldik. Girish ishlari, ta'mir ishlaridan masjid zo'r yerda joylashgan azizlar. Obular kayfini yanında 6. dakikada Bismillahirrahmanirrahim giremiz. Girgandan perxorij zonası, chap tarafimizda perxorishkalar, patologlar plastik azizlar. Oyoq tiylari pol bo'lgan ekan. Chap tarafimizdan boshimiz shu yerdan spalnimiz 2,5 azizlar. 560 metre tushgan, devorlar oboy qilingan. Gaz va suvning muammosi yo'q. Qulog'ning mesasi zo'r, mesasini umuman gap so'z bo'lishi mumkin. Shaharning markazida. Bedene yaqinlar qo'yilgan, kafellar ham qilingan. Suv gap turibdi, suvning napori yaxshi azizlar. Bu yerda perxorishkamiz ham qoladi, shu yerda o'rnatilgan. Bu yerda olinadigan giyim-kechak, pasta-sasta. Keyin kir mashina olinadi qolgan hajlari qoladi azizlar. Birimiz 3'e 4 razmiyada tushgan spalniy qismi bo'ladi. Oyoq tiylari pol. Devorlar oboylang, lyustralar ham osilgan azizlar. Ishlar yog'och ishlardan. Hem 3-qavatda. 3-qavat bilasizlar, xodoy etaj bo'ladi. Birimiz 3,10 560 metre tushgan, devorlar oboy qilingan. Ajoyib xonadan ekan, akkuratlik kirib yashidan so'zsanasi, o'rta so'zsanadi. Ishlarining yog'och ishlardan qo'yilgan azizlar. Ajoyib ishlardan. Bu tarafimizda esa zal qismi. Общий 4 xonadan iborat. Hojatxona, отдельный, yuvinish отдельный. Her xonalar отдельный tushgan. Birimiz ham 3,10 560 razmiyada tushgan azizlar. Devorlar oboy qilingan, karnizlar ham qisilgan, lyustralar osilgan, oyoq tiyda gilamlar ham qoladi, polni. Sizlar bu tarafimiz veranda qismi bo'ladi. Bu yerda televizor o'rnatilgan mesalar ham bor xolasangiz. Eshiklari yog'och eshik, oyoq tiylari pol. Plyumslar ham o'rnatilgan. Ajoyib xonadan ekan, общий 4 xonadan iborat. Аккуратный, fayzli joyini, hojatxona отдельный, аккуратный qilib qo'yibdilar. Devorlar notorniy fon, unitazlar o'zgargan, bu yerda suv sho'chkilar ham bor. Tarafimiz yuvinish xonasi bo'ladi. Yo'llar kartel qilingan, аккуратный qilib, yuqorilarni klassika qilib qo'yibdilar. Patologlar esa plastik bo'lgan. Birimiz oshxona qismi bo'lgan, oshxonani verandaga chiqarganlar. Bu yerda shu kir mashinalar ikkitalar azizlar. Kir mashina ikkitalar, xolodilniklari qolgan. Oyoq tiylari pol, hem bu verandamiz 2,6 razmiyada tushgan, uzinasi 6 metr. Azizlar, devorlar notorniy fon, patologlar plastik, kuxnya mebellari bor, gaz plitalari ham, vichishkalar ham o'rnatilgan, moykalar ham bor. Ajoyib xonadan. Birimiz 2,90 razmiyada tushgan. Hurmatli obunachilar va azizlar, kvartiramizning lokatsiyasini eslatib o'tadigan bo'lsak, 6-dakikada joylashgan 4 qavatli binoni hurmatli obunachilar 3-qavatında 4 xonali kvartira. Narxi ham ajoyib narxda, ekranda yozib qoldiramiz. Bemalol kelib, ustunda mulk egasini o'zlari bilan savdolashib olishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, hammaga sog'lik va omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarimizda görüşünce xayrlab qolamiz.